Bu avtomobil uchun arzimagan $10.900 menimcha juda ham qulay narx. Lehkий off-road uchun Nissan X-Trail hozir полный круговой 360 gradusli video qilamiz. ...2008 yil probeg 220 ming kilometr atrofida, dvigatel esa 2,5 litrli benzinli atmosferniy, rasxod taxmini 8-10-12 litr atrofida, trassada bilasizlar kamroq yeydi bular. Korobka esa avtomat variator bo'ladi. Katta panoramli lyuk mavjud. Eng katta plus bu avtomobil uchun отдельно oldi привод yurg'izsanglar bo'ladi yoki knopka bosib 4 talo g'ildirakga o'tkazib yuborsa bo'ladi. Avtosalonimizga kelib ko'rib, test drive qilishingiz mumkin. Sotib olishdan oldin, mabodo barterga qilmoqchi bo'lsanglar, barter sistemamiz ham bor.